Qaynonamdan nizashli qarg'ishlarni dodo hojasini eshitganimdan keyin o'zimni tutib tura olmasdan og'zingizdan chiqib yoqangizga yopishsin deb yuboribman. O'sha kundan beri ot uyimda yopishib o'tiribman deb bitta podpischikim yozib yuboribdilar. To'g'risini aytsam bu ham ayanchli, ham judayam kulgili holat. Ertalabdan shu SMS o'qiganimdan keyin ishqilman uyimda tinchlik bo'lsin dedim-da, hovliga chiqdim-da, uyimizda yo'q daraxti barglarini sipirishni boshladim. Yo'q daraxt o'tganimiz sababi qo'shnimizning 4 etajli daraxti bor. Yolg'ondan shamol bo'lib qolsa, hamma bargi bizanikiga uchib tushadi. Qo'llarim ham rasvoy jahona chiqdi. Endi bo'lsa qolgan turpolarni shunda огородga sipirib borib uyga kiramiz. Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan narsa erima futbolkalari. Bu qizni maqmoqchi deb hayron bo'lasizlar. Hovlida betimizga yopishgan bir dunyo changdan o'zimizni qutqaramiz. Ikkinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa takrorlanmas sostavga ega bo'lgan chista koreyskiy lagommi penkasi. Betinglarga shunday chaplab yuzinglarni ko'pirtirib yuvib tashlasanglar, yuzinglarda na makiyajdan, na changdan asar qoladi. O'zinglarga ko'rinmaydigan terilarga singib ketgan kirlarni ham cho'tki tozalab beradi. Ale op deymiz, mana bez makiyaj holati. Betinglarga sochiqqa ishqalab qup-quruq qilib artishinglar shart emas. Keyingi o'rinda bizga kerak bo'ladi shunaqa lagommi toner. Tonerlarni ham pisillatib sepilganimizdan keyin yuzimizga sekingina urib sindirib olamiz. Tan shapatdan berib qo'ymaylik o'zinglarga. Penka bilan toner ishi tugagandan keyin keyingi o'rinda bizga sivurtka kerak bo'ladi. Sivurtkamiz ham Lagom brendiga tegishli bo'lgan 100% original Koreya mahsuloti. Yuzinglarni chuqur namlantirib beradi, har xil dog'larni ketkazadi, yuzinglarni tarrang qilib tortib, cho'tka qilib qo'yadi. Lagom brendining o'zini shunaqa naborlarni sotib olib, bir oy uxud qilsanglar, koreys qizlardan ham yuzinglar chotki bo'ladi. Keyingi o'rinda kerak bo'ladigan narsa bizga SPF, bu ham Lagom brendiga tegishli. Hozirgi kunda Lagomdan tashqari любой brendda podelka variantlari ko'payib ketganligi sababli maslaga bitta profil qoldiraman. O'sha profilga kirsanglar, любой brendda original mahsulotlarni topasizlar. Oxirgi etapimiz bo'lsa, uvlajenish krem bo'ladi. Menda shunaqasi bor, hidiga bo'lsa prosta xushinglardan ketasizlar. Bu kremni makiyajdan oldin baza o'rnida ishlatib ko'rsanglar ham bo'lar ekan. Sinab ko'rib aytvaman, makiyajinglarni chotki yotqizib beradi. Lagom brendining mahsulotlarini ham, shu kremimni ham hammasini Amorius profilidan olganman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib olinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi reelslarda ko'rishguncha hammaga xayr. Bu videoni bo'lsa, uxud qilish yaxshi ko'radigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.